Nimadan chiqib bilanmaygan deydi, atab chiqasiz, xo'shaqmaydi dema. Ha, mana. Sizlar kelganmisan? Bular bir shakl gap bilan kelganmakilar, seni avar qilmay. Nima gap bo'ldi, o'chirib da'vasan bo'lgan gapga. Yenimda bir ish kuzga qolibdikan. Ba'zan bug'doyni o'dirib tashib etgan, endi shuni bir xamirni bir so'qtirib bir adalab ijrab qilib o'taysa, menimda pul yo'q. Shuni yaningda bir bezga bittiramdiga deb chigan shu ishingni ocholmay hijolat ulab tug'an chiqibdi. Endi bo'lsa bir tursang bo'lmasa boshqani topamdimi? Bu nimada gap qilsa bu men turib haqni so'rab baqan degan gapmi gapmi? Bu biribdi deb ajoyib gapni qilib yurasiz ya. Sening ma bir moch oladigan xamallarың var. Sana bir moch pul ketadi. İşkini aldık kepilab digim kelmay. Sen hijolat qilmay ketay deb tursam sen chiqib qolding. Bo'lsa biribdi. Bo'lmasa sen hijolat qilmay. Mening xaminimdan ensiraman so'qab bug'doyni echirib qilib, samini qilib qolgan, samini echirasa men tugaydi. Aqoqqa elib o'tamiz. Ammo men balang turib, menda haqni so'rayman desam qamlashmaydi. Jalbi 7-8 kerak, ularga ma'na ishlatibdi azosima. Menda biribdi degan gapni qilmaysan, mana yana bezga biribsan bo'ldi, meni o'shqini men bazarimga. Yana biribdi dedi. Ya dada, qala, ma pul nesa ishlatib tutgan. Mana bu pul lazım bo'lib qolsa, hijlanmay kam, menda bo'lmay qilib qolsa, men bir yerni tamam amal qilib tepirman. Dada bal o'tirsam biribdi degan gap bo'lmaydi. Rahmat bo'lam, rahmat. Rahmat demasanmi bo'ldi? Ammo atat ketsa, baloqat qaydim shu hijolat olmasin deyman. Yo'q, ana yashog'anga tapala ekanman, qala anim qil. Tamoq qilsa, yeb, anaman kelsa, bu ishni oldidan ketmay. Abi saman deganni bir artqish ichirib olsam bo'ldi menga. Bo'ldi bo'lam, rahmat. Tamoq nima keyin kelib yeyman. Men attapni berdi, xamanni yig'ib bitarib anshib. Yo, bitirib qilib o'tini. Avuz gitpas ulatida. Maqa xamanda seni ishingni qo'ysam bo'lmaydi, men sen ishingni qilib. Yo'q, u ishimni tugada maqa xamanda ensirma qila. Biz bo'lganda yana qo'yib elib o'tamiz juma. Ha, ma'qul, rahmat, ha. Ma'qul. Hamma. Ma'qul. Qandodan o'zingiz olib turibsizmi? Ular ketdi, aldiraydi ekan. Men nega gapim bor debdi. Xamalgan bilan pul yo'q, pul bos bezga bir tursam xamal olsam deb ketdim, bezga bazam elib ketdi. Voy shu gapmikan? Dadam 500 ga so'rab qo'ysa, chiroylaringiz joy qilib ketgan o'xshamam, sizlar bergan 500 ga pulingiz chiqingizlar. Ya bu bergan bezga pulga ishim og'rimda. Dadamning ishini oldi kelib, plus bezga bir balan degan gapni diyemay xijillab tuga altın görüp yurkem ağrıp ketdi. Kichkimizni ta ish yaqin kelguncha, dado pulura bir narsa oldim. Dado pulura baldan bir yag vardim. Azroq bergan bo'lsa, dado bu pul yetmadi, jiqroq bir deb elib xijlaydim. Bugun kun kelgan chog'da ishni oldi kelib 500 ga pulni qo'rqmay so'rayolmay xijillab tuga altın görüp içim sirilmay turalamda. Bu deganingizmi to'g'ri endi. Ota-onamiz bizni beqib cho'ng'ichi nurg'un japalarni tatidi. Bizim şu ballarımız yok oğlum boğun tuğdu. Muş balının keyini paypeteklap juğurup mağavatımız. Ata-onamiz bizni eningdan marturak keynimizden juğurup jürüp bakkan boğuydu. Muş vaqt kayıt ballarımızın yeydiğini, kiydiğini hemmesini vaqt çıkırıp teyya qılıp qıpırıptık. Lekin ata-onamiz şu vaqt çıkırıp bakmaptık. Bizim 4 günü qirib gelmez. Biz ata-onamizni qanday qilsak ballarımız şu bir yandırıp durdu. Bizgimi. Bundaki vaqt çıkırıp ata-onamizga nemişanlar nemini qılamıdan avvalın nerede naqşta deyen gepler ahvallarını so'rab turdi. Kichkimdan ta mushkun kelganimga bir raqat rahmat deb boqmoqdiman. Bir bez gap bo'lmasin, dadam og'zi tegmay rahmat deb ketdi. Shu gapni olib ajoyib qijillab ketdim. Bizdan budin echirib olgan sama antizorlamas bir etigan ket echirib olgan bo'ldi. Bugun dadamning xamini qo'l elish burutib, endi atda echiramiz qo'pa.